Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilar. Mana bugun 19-may 2025-yil sanasi. Mana Andijon viloyati Qo'rg'ontepada tumanida bitta akalar, Navjon aka bilan Akbar aka nimaga karam ko'chatini yetishtirib va karam yetishtirishni yo'lga qo'yamiz deyishuvdi va bu yerga so'rashdi. Mana hozir 25 tonna bu yerga keldi. Endi buni ishlatishib, bu kam jolasini yana birgalikda ko'rib boramiz. Va mana bu yerda joy tayyorlashda juda chiroyli tarzda birga endi hali boshlashmabdi. Sizlarga ham bir ilingim keldi. Hozirga ko'ramiz. Mana bu mana ichi shu karam ko'chat tayyorlanadigan joy. Bu rasopini ham aytinglar aka. Endi buni hozir mana Akmal aka şeyda, Navjar aka qani va aka Navjar aka. Endi buni ozgina bo'lsa ham narx-navosi bu yoki buni qanday uslubda tayyorlanishdi, albatta ozgina bo'lsa ham tajribalarini aytsalar, kimlardir xizmatchi bo'lgan insonlarga bir nafimiz tegib qolsa xursand bo'lamiz. Mana bu yerga keldi. Mana yana 2 kunda mana kasetalari kelgan. Qizlarda agon desangiz, samolyot tayyorlab, albatta bu yerda 15 kun ish bo'lsa kerak. Katta maydon ekan. 1 gektar yoki ko'pmi 1 gektar? Yo'q, 1 gektar yo'q. Endi bu yerga hozir o'sha 70 nechtali kasetamiz bor. 72 ta. 72 tali kasetaga to'ldirib, namini urish, uni qadash, bu yerda hazakan ancha ish bor bu yerda. Necha mingtani mo'ljallayapsizlar bu yerda karam? 1,5 million. 1,5 million dona ko'chat chiqadi. Yo'lda barakasini bersan, qachondir bu yerda hali bu narsani yetishtirish. Albatta bu ana shuncha mehnat, ana shuncha bir juda katta sarf-xarajat turibdi. Barakasini bersin deb qolamiz endi. Endi ekishni boshlaysizlar yoki unib chiqqanda boshqada yana yo'lim tushadi. Albatta kiraman. Qolganini keyingi videoda ko'ramiz. Kimda-kim bu yergamiz Kaliforniya cho'lchanlari qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Albatta yetkazib beramiz. Sifatli bu yergamizlarimizni like bosib qo'ying.